Mana ertalabki yurishni boshladik. Ertalabki yurishdan yo'l qilish bilan birgalikda biz o'zimizni oldimizga qo'ygan maqsadimiz, kimdir ozmoqchi, kimdir semirmoqchi, kimdir qaysidir bir jigar, buyrak yoki boshqa kasalliklardan qutulmoqchi, shu narsalarni ko'nglidan o'tirib yoki tashqariga chiqarib aytib yurib tursa, o'sha narsa ong osti ongimiz bor. Har bitta gapga reaksiya bildiradi. Masalan, yaxshi bo'lyapman desa, dopamin va serotonin gormonlari ishlab chiqiladi. Yaxshi tomonga o'zgarib, immunitet ko'tarilib, kasallik yaxshi bo'ladi. Agar men yomonman, kundan kunga yomon bo'lyapman deydigan bo'lsa, bu odamda stress gormoni, kortizol ishlab chiqiladi. Bu odam dunyoning любой klinikasiga, Amerikaga borsa ham yaxshi bo'lmaydi. Buni islomdagisi bor, yaxshi gapga ham, yomon gapga ham farishtalar amin deydi degan gap. O'shaning uchun kelinglar, yaxshi niyat qilaylik, kanalga obuna bo'laylik va tarqataylik.